ortingdan ergashgan, yostig'iman tunlari dardlashgan. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'iman tunlari dardlashgan. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Kamonman, yuzingga rang sochgan samonman. Yurakga yoy sanchgan kamonman, yuzingga rang sochgan samonman. Yomonman men o'sha yomonman, unutmoq osonmas bizlarni. Yomonman men o'sha yomonman, unutmoq osonmas bizlarni. Mana bugun hammani ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmayman
so'nggi bora bir sinfda uchrashamiz. Nahot endi biz tobora sirli hayotga shoshamiz. Hali anglolmagan asrorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Nahot hijronga oshkora yuraklarda joy beramiz. Sinfdoshim yo'qmi chora, fursatlarni boy beramiz. Senga aytolmagan izhorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Xayr, alvido, umrimizning zarlavzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori gullari a'lo. Xayr, alvido, maktab alvido, sen umrimiz sarlavzasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido. Partalarning orqasida qolib ketdi hayolatlar. Ismimizni olib uchgan o'sha qog'oz samolyotlar. Hali chinga aylanmagan hayollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Ne uchundir bilmam kechir, kafting tutsam sezdim titroq. Ey sinfdosh, men ham seni ayrilar choq sevdim ko'proq. Senga berolmagan sirli savollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p, judayam. Nahot keldi o'sha dam, qayg'uli dam, ko'zlarimiz to'la yosh, qalbda alam. Bahor fasli tugayotgani xuddi umrimiz bahoriga yaqin bo'layotgandek tuyulaveradi. Dam badam, yana alam, bizni ayirayotgan so'nggi qo'ng'iroq. Xuddi yuragimga zarba berayotgandek ta'sir etadi jongina. Xayr, alvido, umrimizning zarlavzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori gullari a'lo. Xayr, alvido, maktab alvido, sen umrimiz sarlavzasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido. Bundan 50 yıl burun Kutlusu Maktabı'nın 10. sınıfını bitiriyatib, uçurma holda qandirg'ochlarga o'xshab shaylanib turgan edik. Mana shunga ham 50 yil o'tibdi. 20 yillikda ham uchrashdik, mana 50 yillikda yana uchrashib o'tiribmiz. Nasib bo'lsa 60 yilliklarda, 70 yilliklarda ham uchrashish hammamizga nasib etsin. Hammalarimizni bugungi quvonchli bayramimiz bilan tabriklaymiz. Bayramlarimiz bayramlarga ulaşırsın. Shu hayot yo'liga qadam qo'ygan ekanmiz. Biz o'sha 10 sinfni bitirgan vaqtimizda nima bo'lar ekanmiz, qayerga o'qishga borar ekanmiz deb faxrlanib yurardik. Mana hammamiz hayot yo'lini topdik. O'g'illarimizni joylashtirdik, qizlarimizni joylashtirdik. Navarali bo'ldik, navarali kelinlar oldik. Aramizda bir qancha do'stlarimiz ham bizlarni tashlab ketdi. Mana xabarlaring bor. Ozimiz, ko'pimiz 9 ta o'quvchimizdan ayrilibmiz. 9 ta o'quvchilar hurmati uchun hozir masjidga boramiz. Ana shu kompaniya
borib ularga Qur'on o'qiymiz. Sen yerga ketdi. Ha, bor. Mana qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan kelganlaringiz uchun rahmat. Zo'rlab o'tib ketdi umr, oqar suv degani rost ekan. Darrov o'tib ketdi mana 50 yilimiz. Qancha boshimizdan mana maktab davrimizni eslayotgan bo'lsak, qancha o'qituvchilarimiz bor edi mana. Hurmatli o'qituvchimiz mana Esobratga so'z bersak. Quloq solamizmi? Ha, dars bilan o'tiringlar, qalbim kuylaydi. İnson mehnati bilan, shijoati bilan uchilishni direktor Narziyev ro'zaga kelibdi. Bularma qarangli gaplashib edi. Endi shu sinfda shular ichida bor. Uchilishini oqshom derazasini buzib kiribsindir. Yillar aroq ichib, hamma joyda rasvo tashigan ro'zaga Bulanova o'zidan soqit qildi, tarbiya ishlari bo'yicha direktor shu kerak. Shunaqalar ham bo'lgan. Lekin kollektivimiz yaxshi edi. Mana men sizlardan doim sizlarni eslab yuraman. Ko'plaringni mana jambu bir tomondan Xudo ham bo'ldi. Mana Farog'at o'zimni xeshim bo'ladi. Voqaza mana 90%ingni familiyalaringni, ayollarning otlarini esingdan chiqarmagan haligacha. Chunki bunda sho'x sinfni hech qachon esdan chiqarib bo'lmaydi. Kelinglar. Hurmatlarga uchun katta rahmat. Xudo siylasin sizlarni. Bizni siylab mana shunday taklif qilishlar, shunday tadbirga sizlarni Xudo siylasin. Bola chaqalarning baxt kamolini ko'rgansizlar ko'plaring. Endi nevaralar bo'ldi, nevaralar ham bo'lgansa o'nlab. Nevaralar baxt kamolini ko'ringlar. Yuz bilan yuzlashib yuringlar. Sizlarning yaxshi kunlaringda imkonimiz boricha yarab tursak, shunday yaxshi kunlarda qatnashish bizlarga nasib qilsin. O'tganlarning ruhlari shod bo'lsin. Ko'p Abulxon, Ermaxon Sadirbayev, Izim Quvvat, va hokazo ko'plar 9 kishi dedingiz. Ana shularning ruhlari shod bo'lsin. Yotgan joyi jannatda bo'lsin. Kelinglar, sizlar mana shu ahilliklaring, sho'xliklaring bolang bo'lsa sho'x bo'lsin, sho'x bo'lmasa yo'q bo'lsin degan. Sho'xdan bir chiqadi, bir narsa chiqadi. Shuning uchun shu ko'z tegmasin ahilliklaringga. Topganlarga yaxshi kunlar berdilar. Mana shunday yaxshi kunlarda uchrashish hammamizga nasib qilsin. Endi mana direktor opadan eshitsak-a. Assalomu alaykum, yana bir marta shu maktabda 50 yil oldin o'qigan bo'lsalaringiz, sizlar bitirgan yilmi dunyoga kelgan ekanman. Men ham 50 yoshga kirdim, albatta barchangizga bayram muborak bo'lsin. Demak, oz muncha yil emas, yarim asrlik yil shu maktabni bitirganlaringizga bo'ldi-da. Xursandman. Albatta bu kishi endi men uzr sizni tanimadim, baribir shu maktabda ishlagan bo'lsangiz ham hech anavi familiyangizni ham bilmagan ekanman. Uzr, shuncha ustozni mendan oldin o'tib ketgan ustozlarday borib biz xabarlab turardik, lekin sizni shu maktabda ishlaganingizda birinchi bilib turibman. Uzr, avvalambor. Albatta biz ham maktab nomidan bir kun sizni yo'qlab boramiz. Chunki ozmuncha mehnat bu yerda bo'lmaganda, sizlar davringizda hali endi maktab ochilish arafasida bizga chiqdi. Bizlar u yoqda edik. Eski gigantda darosida bitirganmiz. Sog' bo'linglar, xursandman-da. Demak, aytdiki, bolalar har doim shu bo'lsa, hozir ham o'quvchilarimiz shu o'quvchilardan ko'p narsa chiqadi. Ularning fikrlash doirasi ham boshqacha bo'ladi. Siz o'tirgan bolalardan ko'ra sho'x bolalar har doim ana shunday tadbirkorlikka ham, keyin mana bolalar bir-biriga yig'ish olishda ham sho'x bolalardan tashkil ishlar albatta sho'x bolalardan. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Men Gulchira opa, kim edi? Jamila opa bilan birgalikda ishlaganmiz shu maktabda necha yil oldin. Jamila faxriy ustozlar bilan sog' bo'linglar Allohim, hammalaringiz farzandlaringizni baxt kamollarini ko'rib, ularni shunday o'sayotgan anasini ko'rib xursand bo'lib yurib, endi nevara qarab, chevara qarab charchamanglar har doim. Ana shunday maktablar nasib bo'lsa, yana 10 yildan keyin ana shunday jam yig'ilish nasib etsin. Sog' bo'linglar. Endi namozga ozmi ko'pmi mana
oz bo'lsa ham sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi deydi. Boshqa o'quvchilarimiz nomidan, boshqa 50 yilliklar nomidan maktabga esdalik uchun sovg'a. Oz bo'lsa ham ko'p kunda ko'rasiz endi. Bundan kattasiga ham arziysiz. Qancha qilsak bo'laydi. Biz boshimiz qo'shishimiz mana mayli maktabni eslabsizlar, men bu maktabni bitirmaganman dedingizlar, lekin maktabni eslab kelganlaringiz uchun xursandman. Chunki bunchalik ko'pda 50 yillik bunchalik ko'p yig'ilmaganda, bir 5 ta, 6 ta yig'ilib kelardi. Oldin yig'ilmaganda xursandman. Hamma sizlarga havas ketib qarab o'tiribdi. Hamma kelib rasmlarga tushiryapti. Sizlar videoga olyapsizlar, bilmayapsizlar. Mevasi bor. Tashkilotchiligimiz mevasi. 50 boyda var. Shu eski gigant sopozin darasida klubi bor edi. Men ham direktor bo'lib kelganman Navoiy maktabidan, sizlarni bu Qisqirpan maktabidan. O'sha yerda zalni buzib, qo'llarini qo'porib qaytadan tekislab o'ta. Esingdanmi? Voleybol plashatkasi qildik. Basket plashatkasi qilib, o'sha yerda bir iskuldar o'qituvchimiz bor, Ilyusha degan, assalomu alaykum. Velasakitda oliy ma'lumot olgan, diplom olgan. Velasakitda yurdi. O'sha bitta karishligan yozilmaydi, bir soat dars ham berolmaydi. Axir shularni tayyorlab, rayonda İlk baha koyalım. Darsdan kech qoldi. Domla shu, qarang. Fikirchilar shu yo'qki. Domla, butun rayonda o'zim har kishilar shuni shug'ullantiraman. Voleyboldan Qozon maktabida ikkita videodan o'qituvchisi bor. Ikkovi ham mutaxassis. Shunday voleybol birinchiligida finalga chiqdik. Butun zal bizlarga band qiladi-da. Bizlarga band qiladi. Men nima demoqchiman? Shu yerda 3-2 ga yutqizdik. Endi bari ular mutaxassis zali bor. Messi bugun ularga berdi. Hakikaten nohaqlik bo'ldi sudya. Shuning uchun ham bo'yniga olib sinfga esimdan chiqmaydi. Rasmlari bor edi. Hozir yo'qmaydi. Albomlarda var. Komanda bo'lishgan. Galiba formada tushgan. Top tushga tushganlar. Shuning uchun bu sinfga doim esimda qolgani shu. Hozir aytdim 90%ni otigacha, familiyasigacha bilaman. Kelinglar, sog' bo'linglar. Yo'q, tadbir boshlandimi? O'quvchilarimizni olib kelib ana uchrashtirsak maylimi? Yuqori Hurmatli o'quvchilar, mana maktabda bitirganimda 50 yil bo'lgan ekan, to'lqinlanib o'zimcha she'r yozdim. Hozir chiqamadan joyidan turibman desam qilaveradi. Tadbirkor elda aziz, davrning eng oldisiz. O'g'il qiz nabiralar ardog'idasiz. Baxtiyorimizga tutdim. Baxtiyor. Ular nimaga Baxtiyor. Mana bizni Baxtiyor sinfdoshimiz. Xalqning suyuk farzandi, alp yigit kamoli, haliyam navqironsiz Dushanbay. Yashang deymiz. Yulbayin chiroylisiz, ilm fanda yagonasiz, qalbimiz chiroyisiz, Ashirbek va Gulchehraxon. Bu maktablarda faxriy o'qituvchisi. Mana shu maktabda faxriy o'qituvchi. Sizlar faxrlansanglar arziydi mana bu kishi 50 yil bo'libdi maktabni bitirganiga. Ma'yus kulgilari o'ziga yarashgan, chin dildan shodiga mehr bergan, go'zallar ichra yagonasiz Jamilaxon. Ming yashang. Xalqni mehrini olgan, pand nasihatini bergan, yigitlar g'urursiz meni g'azabim qani? Jubayr. Men hamma taniydi. Asar 5 yigitlar.
Gullar ichida gul rayhonsiz, oilani juda ham mehribonsiz. O'ynab kulib xushchaqchaqsiz. Gulshodxon bir ko'rsating yuzingizni. Qizlar ichida bitta dona, el izozlagan parvona, nevaralar ardog'ida norxalay bitta yagona. Endi Qashqadaryo deganim kelmay qolibdi. Yigitlarning sardori, sinfimiz mo'mintoyi, mardlikda eng jasuri, Xudoy berdi elning ardog'i. Baxtiyorda Baxtigulning elning saralobari, o'z ismi ila shod xurram, Baxtiguldir Zafarobod go'zali. Haliyam bolaligi qolmagan 5 azamatning dodasi, uyushtirib boshimizni 50 yillikni boshlagan Erpo'lat. Navbaharning gulli qunchasi, konimekni atirguli bilsangiz, hol bu xon yashnasin, Qo'shirovat oy kelinsa. Akamizni kelinlari. Ham o'quvchim. Ham qo'limda ishlagan. Farzandlariga bosh qo'shgan, sho'pirlik bo'lib uchqur vaqtni ishlatgan baxtiboy yigitlarning eng sarasi, Alloh uni doim qo'llasin. Endi o'zim aytmasam bo'ladi. Tanishtirsam o'zimni farog'atxon bo'laman, el xalqim oldida o'zbekchimni bilayman. Minusni o'zi juda biladi. Balansga keltirib, joyiga qo'yadi foydasini. Foydani teng bo'lishtirib, yonida o'ziga yarashgan Hurmatoy va Jambiljonga bir yer. To'g'ri-ku. Sevgi muhabbat ana shunday bo'ladi. Jumagul degan namizga men qattiq aytib qo'ying. Oysha xolaning qizi Jumagul bu hammani ham teng ko'radi. Chiroylikgina o'zi axir, hozir ham yigitlarni o'ziga maftun qiladi. Baxti kulgan ko'rkam yigit bir qoshini qoqsa agar qizlar chopib keladi. Tanishinglar, Hurmatoy oldida bir Qurbon degan do'st. Alplari, sardori, mard yigitlar sarasidir. Qadamidan haliyam o't chaqnaydi. Muxtorboyni hamma yaxshi biladi. Yuzlari qip-qizil olmaday, qalbi toza ko'ngli oq. Qadamlari choqqon dovyurak, Qozog'iston arusidir qizchaday. Bu hazil albatta, lekin azaldan chiqib bir-birlarini qirib ketmaylar. Hazil. O'sha vaqtda ilhomlanib o'zim to'liqlanib aytdim. Kattayu kichikni hurmatlab, izzatlar, kasbidan ulkan obro' topib, hali ham o'smirlik shaxti bor. Holbutani hozir ham uchqur otdingiz. Go'zallar ichra tanho, ayollar latofati a'lo. Mana men degan yigitlarni hozir ham yuragidan uradi. Holbutani bir asakuni chop qo'yadi. Berdilik qo'y berib bo'lgansiz. O'ziga hech narsa qolmadi-yu. Endi biz uni doimo olgin deb yuraylik, boy bo'lsin Berdilik boy. Endi harbiyadan
hayda geçip baralım. Haydar boyunu dilimiz tanıdı diye. Kalbida hiç yok ubarı. İşlegende hiç toliqmaydi, marralarga yetguncha charchamaydi. Besh ketaman shu yigitni qomatiga, xalqim yurtim deb yonganiga, mardiga quvnoqligi o'zgacha-da, o'z erki, o'z xulqi bilan erkin boy. Lattafatda tengi yo'q, nazokatli dilbarsiz, haliyam juda go'zalsiz. Beshruxon yashang deymiz. Albatta bu hazil kimgadir yoqdi, kimgadir meni yomon ko'rib qoldinglar, mayli. Mayli. Bor bo'laylik, omon bo'laylik. Nasib bo'lsa endigilarga ham o'ynab kirib ketish nasib etsin bizga hammamizga. Mana 20 yillikda o'tirganmiz, mana qancha odamlar oramizda yo'q mana. 20 yilligimiz bor edi. Maktab direktorlari bor, Qidirmat opam bor, mana nazokat o'qituvchimiz bor, Ochilib Xushbo'y aka, Nurboyev Sidiq rahbarimizni bitirgan ekanmiz. Rahmat hammalaringizga, qimmatli vaqtlaringizda yemak yeganlaringiz uchun. Mana yoshlardan nima fikrlaringiz bo'lsa aytinglar. Savollarimiz Biz o'quvchilar, ana bizning o'zimizdan kelayotgan avlodlar, mana bugungi anjuman uchun hurmatli ustozimiz yaxshi gaplarni aytdilar, Farog'at do'stimiz yaxshi gaplarni aytdilar. Eskida ota bobomiz aytadi, umr oxir daryo, nima ekan bu o'taylik-da. Nima ekan dedi. Aytadi, bolam katta bo'lsang, tushunib olasan o'zing deydi, senga uni tushundiramaymiz deydi. Mana bugun maktab bitirganimizga 50 yil bo'lgan bo'lsa, yoshimiz 67 ni to'ldirib 68 ga ketyapmiz. Mana bu maktabni tarixini aytib beradimda bizcha. Mana shu maktab qachon paydo bo'lgan? Mana yosh avlod bilsin deb. Bizlar mana shu yerda nimadan to'pdan kelgan bolalar 17 ta bola keldi. Mana shu maktabga 65-yil bundan 60 yil oldin hali to'liq yaxshi yomon bilmaydigan bolalar edi. Mana bundan 50 yil keyin, 10-sinfni bitirib, aqlimiz shakllanib shu yerdan xalqimizning turli javharlariga xizmat qilish uchun uchirma bo'lib uchib ketdik shu yerdan. Bu maktab bizlar 65-yili Yangi hayot universitetida 1-sinfga borganmiz. 66-yil oktyabr oyining yarımlarida shu maktab ochildi. 66-yil eslarimdan chiqmasdan ana shu maktab 66-yil oktyabr oyida ochildi. Ana shu maktabni ochish uchun Bu maktab emas, bu maktab. Asosi shu yerda bo'lgan, o'sha maktabda. Eski maktabda. Ana shu 50 yil ta'lim olgan bo'lsak, 10 yil ta'lim olgan bo'lsak, bizlarni 10 yil ichida 40 ta o'quvchi o'qitgan ekan. Domla 40 ta o'quvchi o'qitgan ekan. Shundan bugungi kunda 10 ta o'quvchi hayot. 30 tasi hayotdan ketgan hozir. Bizlar mana shu sinfni bitirgancha 42 ta bola o'qigan ekanmiz. 42 ta bola qatnashgan. 2 ta bola. 32 ta Shundan 10 tasi 8-sinfni bitirib o'quv yurtlariga ketdi, 8-sinfni bitirib. Xo'p, yana qanchasi oilaviy sharoiti bilan o'qishni davom ettirolmadi. O'sha vaqtda hayot yaxshi emasdi. Endi o'ylab qarasak. Bittamiz 17 yil bor akademik bor o'qib keldi. Yaxshi bilasizlar.
Nahot bugun so'nggi bora bir sinfda uchrashamiz. Nahot endi biz tobora sirli hayotga الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا كالذين نسوا الله فأنساهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Parvardigoro muborak kalomingdan hosil bo'lgan savoblarni avvalambor o'zingning husnul zotchiliging, ikki olam oftobi janobi sabr olam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam oila a'zolari ahli bayt jumla o'tgan mo'min mu'mina muslim muslimalarni shu duolarimizda somay o'tirgan aziz akalarimizdan ham iymon bilan o'tgan barchalarimizning g'arib rahmat shoistai jannat aylagan xosatan Parvardigoro ularga ustozlik qilgan ustozlari Yo'ldosh Mahmudbobomizni, Nazarov Komil akamizni, Murodov Mingboy bobomizni, Abdurahmonov To'g'ay bobomizni, Umarov So'sonqul bobomizni, Umarov Abdurahmon bobomizni, Tanosov Tavlid akamizni, Anvar Ramzan akamizni, Nurboyev Siddiq akamizni, Shokirov Umar bobomizni, Hasanov Bekjon akamizni, Sadurbayev Marokib bobomizni, Bizanova Shamanova Tangubayev akamizni, xususan o'tgan yodgorlarida sinfdoshlari Jumabayev Rahimxon akamizni, Sulaymon Sherali akamizni, Sadurbayev Yermaxon akamizni, Izimov Vod akamizni, Haydarov Xudoyor akamizni, Abdurahmonov Nurqul akamizni, Sochinbayeva Gulchehra opamizni, O'sha tog'a Husniya opamizni, Botirova Ro'zgul opalarimizni ruhoniyatlarga fisabillah hidoyaladik. Xudoyo o'zing g'olib rahmat, shoistai jannat oxiratlarini obod, iymonlarini hamroh, qorong'u yo'llarni Qur'on nuri bilan munavvar ayladik. Jannatingdan joyga do'zaxingdan panoh bergin. Tanga qiyomatda diydoringga Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shafoatlardan muyassar ayla. Bu yori birodarlardan, o'quvchilardan Alloh subhanahu va taolo ruhoniyatlarini shod aylasin. Qolganlarga uzoq umr, tinchlik bergin. Birodarchiliklarni
yubileylerini Parvadigorat Karbaz marfatlarını kıldığı işlerini Allah subhanahu nasip kılıp Karzan ve Ancuman nevaralarını boşlarda uzak yıllar doğru görüşen kudayı nasip kılın. Ve sallallahu ta'ala ala Fatih Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain bi rahmetike ya Allah.